Endi qizilib bu yoqni gaplashamiz. Bu ham xuddi shunaqa, men tabiiy ozg'inman. Tushunasizlarmi? Radnoy oyim bilan ko'rishganimda ham birinchi gaplari men ozg'inligimni ko'rib aytganlar, "Voy, rostdan ozg'insan, ertaga tug'sang ham sen semirmaysan, chunki bizda gen shunaqa, genda shunaqa" deganlar-da. Men Radnoy oyim deb qo'shib ketyapman. Shunaqa beparasotlar ham bor. "Voy, siz asrab olishgandingiz, siz Radnoy oyingizni qayerdan bilasiz?" deb men ko'rishganman ular bilan. Xuddi shunaqa yozdi ham deb o'tgan safar. Buni ham bir ko'ngil yo'q deb o'ylashadim, menda ko'ngil oyinib bormaydi deb o'ylashadim, mayli. Вот. Xullas shu. Men tekisman. Tabiiy, ozg'inman. Tabiiy edim. Hamma gapirur, ular gapiga emas. Endi o'zimda ham kompleks sezdim, qildirdim. Shu narsani qildirgandan keyin endi mana shunaqa kommentarlarga "To'nqaymi yuring, namuncha katta nimadir kiyib olganmiz." Men hech qachon kiymaganman. Men o'zim farqi yo'q edi. Mana shu tekisligim shish qo'rardim eshildi bo'lsa. Prosta qildirdim operatsiya. Hozir o'sha qildirganlar bilishadi, shishka bo'lib qoladi-da, uni massaj qilib to'g'rilab olish kerak. Вот, o'shanga shunaqa ko'raman.